هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Kehf tefsiri 13. ayetten başlayıp okuyunuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygur tercümesi Sure Kehf 13. ayetinden başlayıp okuyunuz inşallah. Ba'da'udhu billahi mineşşeytanirracim. Biz sana ulanın hikayesini rastı bilen eytip berimiz. Ula hakikaten Rabbiga iman etkan, biz hidayetini ziyade kılgan yigitlerdir. Ulanın dillerini yani iradesini müstahkem kıldık. Öz vaktida ula imansız zalim padişah aldıda dest durup eğitti. Bizning Rabbimiz osmonlarning ve ziminning Rabbidir. Biz onu koyup hergizmi başka ilahga ibadet kılmaymiz. Eğer biz Allah'ın şirki ba deydigan bolsak, bu çağda hakikatten tolumu yiraklaşkan bolumuz. Bizning kavmimiz Allah'ını koyup butlarını ilah kılıp aldı. Ula özlerinin ilahlığa ibadet kılışkı tegişlik ikenlikiga nimişki eniq delil keltirmeydi. Allah'ı yalganını çaplagan ademdin mu zalim kim ba? Ey yigitler! Sizler uladın ve ulanın Allah'tan başka ibadet kılıdığan butlardan ayrılgan ikensizler, g'arni panah joy qilinglar. Rabbinglar sizlarga keng rahmat qiladi. Allah sizlarning ishlaringlarni osonlashtirib berdi. Ularning Allah Taolaga iymon etganligi va qavmidan ayrilib chiqib ketganligi. Allah Taala bu yerdan boshlab o'nkirga kirib olganlarning qissasini tafsiliy bayon qilishga boshlab, ular xato dinga cho'kib ketgan qeyrilarning ichidan haqqi yuzlangan va to'g'ri yo'lga mangan yigitlardir dedi. Shunga Qurayshliklarning ichidan mu Allah Taolaga va uning payg'ambariga iymon etganlarning ko'p qismi yigitlar bo'ldi. Ammo Qurayshliklarning qeyrillarining oz qismidan boshqasining hammasi islomga kirmay özlerinin dinlerinde kaldı. Allah Teala bu yerdimi önkürge kirib alganlarının yaş yigitler ikenligidan haber verdi. Mücahid mundaq dedi. Men ulanın kulaklarında munçaq baken dep anlagan idim. Ondan Allah Teala ulanın dilleriga hidayet berip ulağa takvalık ata kıldı. Şunun bilen ula Allah Teala'nın bir ve barlığını itiraf kılıp ve Allah Teala'dan başka ilahның yokluğuna guvahlık berip iman etti. Ula hakikaten Rabbiga iman etkan, biz hidayetni ziyade kılgan yigitlerdir. İmam Bukhari ve başka alimler bu ayetni ve bunundan başka muşum mezmundaki ayetlerini imanın kem ve artık bo'ladiganligiga delil pakit qilib keltirdi. Şuna Allah Teala mundaq dedi. Biz hidayetni ziyade kılgan yigitlerdir. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi.
Hidayet tapqanlarni Allah texmi hidayet qiladi. Ularga taqvodorlikning mukofotini berdi. Müminlarga keladigan bo'lsak, har surda yangi dalil isbotlar bo'lganligi uchun bu yeni sura ularning iymonini kuchaytdi. Ular suraning nozil bo'lishidan xo'shal bo'ldi. Müminlarning iymoniga iymon qo'shilishi uchun Allah ularning dillariga tamkinlikni tushirdi. Bu mazmun to'g'risida bulardan boshqa oyatlarmi bor? Ular İsa alayhissalomning dinida edi deb rivoyat qilindi. Rostini Alloh taolo bilguchidir. Lekin bu yerda aniq bo'lgani ularning voqealigi İsa alayhissalom payg'ambar bo'lib kelishdan burun bo'lgan. Chunki agar ular Xristian dinida, ya'ni İsa alayhissalomning dinida bo'lgan bo'lsa edi, Yahudilar bilan Xristianlarning orasida ixtilof bo'lganligi uchun Yahudilarning olimlari ularning xabarlarini yada olmaydi va ularning ishlariga hargiz ko'ngil bermaydi. İbn Abbas radhiyallohu anhumaning yuqoridagi rivoyatida Qurayshliklarning payg'ambar alayhissalomdan so'raydigan bir narsa talab qilib Madinadagi Yahudilarning olimlarining qishig'i odam avatganligi, Yahudilarning olimlarining ularni payg'ambar alayhissalomdan ashu yigitlarning xabarlari, zaminning sharq va g'arb taraflariga borgan kishining xabari va ruh to'g'risida savol so'rashga buyurganligi rivoyat qilindi. Bu rivoyat bularning xabarlarining Yahudilarning kitoblarida borligini va bularning voqealigining Xristian dini kelishdan burun bo'lganligini ko'rsatib berdi. Rostini Alloh taolo bilguchidir. Ularning dillarini, ya'ni irodasini mustahkam qildik. O'z vaqtida ular iymonsiz zolim podshoh oldida dast turib aytdi: Bizning Rabbimiz osmonlarning va zaminning Rabbidir. Ya'ni biz ularga qavmlaridan, shaharlaridan va o'zlari yashayotgan bayashat, baxt, saodatlik turmushdan va nozi ne'matlardan ayrilib yashashga sabr ato qildik. Ko'plagan salaf va xalaf tafsirshunos olimlari mundaq bayon qildi. Ular Rumning podshohlarining va katta davlatman kishilarning bolalari edi. Ular bir kuni qavmining bayramlarining biriga qatnashish uchun chiqdi. Ularning shahar sirtida har yil to'planadigan maydoni bor edi. Ular shu maydonda butlarga ibodat qiladi va butlarga atab mollarni bo'g'izlashadi. Ularning Daqyanus ismli zolim, tarsa bir podshosi bor bo'lib, bu podshoh kishilarni butlarga ibodat qilishga va ularga atab mollarni bo'g'izlashga buyurdi va da'vat qiladi. Kishilarning hammasi maydonga chiqib bo'lgandan keyin u yigitlar dadillari bilan maydonga keldi. Yigitlar qavmning nima ishlarni qilayotganligini o'z ko'zlari bilan ko'rib, ularning butlarga bosh urayotgan va ularga atab mollarni bo'g'izlayotgan bu ishlarining faqat osmonlarni va zaminni yaratgan Alloh taologa loyiq bo'ladigan ishlar ekanligini tonib yetib, qavmlarining ichidan bir-birlab sug'urilib chiqib bir tarafga ayrildi. Yigitlarning ichidan qavmidan birinchi bo'lib ayrilib chiqqan biri kelib, bir daraxtning soyasi ostida o'ltirdi. Ondan ikkinchisi mu daraxtning soyasi ostiga kelib, uning qishida o'ltirdi. Ondan ularning qishiga uchinchisi kelib o'ltirdi. To'rtinchisi, beshinchisi, oltinchisi. Ondan yettinchisi kelib o'ltirdi. Yigitlar bir-birining nima uchun bu yerga kelib o'ltirganligini bilmaydi. Yigitlarni faqat
ularning dillarini iymonga to'plagan narsalar bu yerga to'plagan edi. İmam Buxoriy Aisha radhiyallohu anhadan Payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ruhlar ruhiy dunyoda tür bilan edi. Ularning shu chaqda tonishqanlari bu dunyodami ulpatlashib, chiqishib birga o'tdi. Ruhlardan shu chaqda chiqisholmaganlari bu dunyodami qarshilashib o'tdi. Bu hadisni İmam Muslim rivoyat qilgan. Ammo kishilarning bir-biri bilan chiqishib, bir yerga to'plashib yashay olishining sababi bir irqtim bo'lishi deb qaraydi. Lekin amaliyotda bo'lsa, hadisda bayon qilinganidekdir. Ya'ni yigitlarning har biri qishidikining o'ziga o'xshash ekanligini biri ey yigitlar, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, sizlarning qavminglardan faqat bir narsa ayrilib elib chiqdi. Her birimiz şu narsani oshkorlayli dedi. Yigitlardan biri, "Menga kelsak, Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, men qavmimning qilayotgan ishlarini ko'rib, bu ishning xato ekanligini tonib yetdim. Aslida osmonlarni, zaminni va ulardagi barliq narsalarni yaratgan Alloh taolo shirik keltirilmay ibodat qilishga loyiq edi" dedi. Yana biri, Allah Teala'nın nomi bilan qasam qilamanki, menmi shundoq tonib yetgan edim dedi. Yana birisi shundoq dedi. Oxirida ularning hammasining maqsadi bir yerdan chiqdi. Shuning bilan ular rostchil qarindoshlarga aylandi. O'zlariga Alloh Taologa ibodat qilish uchun ibodatxona tayyorladi. Buni yigitlarning qavmi bilib qilib, yigitlarning ishlarini podshohga yetkazdi. Podshoh yigitlarni oldiga chaqirtib, ularning nima ishlarni qilayotganligini so'radi. Yigitlar podshohga rostini aytib, podshohnimi Alloh taologa iymon etishga chaqirdi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Shunga Alloh taolo yigitlardan xabar berib mundaq dedi. Ularning dillarini, ya'ni irodasini mustahkam qildik. O'z vaqtida ular iymonsiz zolim podshoh oldida dast turib aytdi. Bizning Rabbimiz osmonlarning va zaminning Rabbidir. Biz uni qo'yib hargizmi boshqa ilohga ibodat qilmaymiz. Ya'ni agar biz shunday qilsak, u chaqda xatolashgan bo'lamiz. Shunga Alloh taolo mundaq dedi. Agar biz Allohning shirki bor deydigan bo'lsak, bu chaqda haqiqatdan to'limi yiroqlashgan bo'lamiz. Bizning qavmimiz Allohni qo'yib butlarni iloh qilib oldi. Ular o'zlarining ilohlarga ibodat qilishga tegishli ekanligiga nemishqa aniq dalil keltirmaydi. Allohga yolg'onni chaplagan odamdinmi zolim kim bor? Ya'ni belki bular zalimlardır ve yalgancılardır. Rivayet kılınışça yigitler padişahını Allah Teala'ya iman etişki çakırgan vaqtda padişah bununla unumay yigitlergi tehdit saladı. Ularning üstüdeki kiyimlerini saldırı etişki buyuruydu. Ve ularni dinlerden qaytib qala deb bir neçə gün möhlet berdi. Bu Allah Teala'nın ular qılğan mərhəmətidir. Çünki ular möhlet verilgen bu müddet içinde dinlerini fitneden saklaş üçün çıkıp ketib aldı. Kişiler içinde fitne yüz bergende dinini saklayalmaslıktan korkan Müslüman kişinin ulağının içinden
kishilar ichida fitna yuz berganda dinini saqlay olmasligidan qo'rqqan musulmon kishining ularning ichidan qechib chiqib ketishi durust ishdir. Hadisda bu vaqtda mundaq keldi. Biringlarning eng yaxshi meli qo'y bo'lib qolishi mumkin. U kishi dinini fitnalardan elib chiqib ketib, qo'ylarni haydab tog'larning cho'qillariga va suv yerlarga ketadi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Abu Davud, Nasa'i, Ahmad va Abu Ya'la qatorliqlar rivoyat qildi. Kishilar orasida fitna yuz bergan chaqdida ulardan ayrilib chiqish durust bo'ladi. Ammo buningdan boshqa chaqlarda chiqib ketish umumdan ayrilish va birlikni parchalash bo'ladiganligi uchun undaq qilish durust bo'lmaydi. Yigitlar qavmidan qechib chiqib boshqa yerlarga ketmoqchi bo'lgan edi. Alloh taolamu ularning shunday qilishini tanladi. Ey yigitlar, sizlar ulardan va ularning Allohdan boshqa ibodat qilingan butlardan ayrilgan ekansizlar. Ya'ni sizlar o'zlaringlarning dini bilan ularning Allohdan boshqa ibodat qiladigan butlaridan ayrilgan ekansizlar. Ulardan yana tanlaringlar bilan ayrilib g'orni panohjoy qilinglar. Rabbinglar sizlarga keng rahmat qiladi. Ya'ni Alloh taolo sizlarga rahmatini keng yeyib, sizlarni qavminglardan saqlab qoladi. Alloh sizlarning ishlaringlarni osonlashtirib berdi. Ya'ni Alloh taolo ularga ishlarini osonlashtirib bergan vaqt qavmining ichidan qechib chiqib önkürüge kirib oldi. Qavmi yigitlarning o'zlarining ichidan yo'qolganligini bildi. Podshoh ularning xabarlarini bildirmagan. Podshoh ularni izladi. Rivoyatlarga qaraganda podshoh ularni topolmagan. Alloh taolo podshohga ularning xabarlarini bildirmagan. Alloh taolo podshohga ularning xabarlarini bildirmagan. Alloh taolo payg'ambar Muhammad alayhissalomga podshoh ularni topolmagan. Alloh taolo podshohga ularning xabarlarini bildirmagan. Alloh taolo payg'ambar Muhammad alayhissalom va hamrohi bo'lgan Abu Bakr Siddiqlar Savr önkiriga kirib olgandimu, Alloh taolo bularning xabarini, bularni qo'g'lab kelgan Qurayshning mushriklarga bildirmagan. Shunga mushriklar Savr önkirining atrofini qancha qitim aylangan bo'lsa-mu, bular bayani topolmadi. Mushriklar önkürünün etrafını aylanıp yürgen vaqtida Abu Bakr andish qilib, ey Alloh taolaning payg'ambari, ularning biri navoda dastlab turgan yeriga qarab qolsa, albatta bizni ko'rib qoladi dedi. Payg'ambar alayhisalom Abu Bakrga, ey Abu Bakr, Alloh taolo ularning uchinchisi bo'lgan ikki kishiga qarata qandoq qaraysan dedi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Agar sizlar Allohning payg'ambariga yordam qilmasanglar, Alloh yordam qiladi. Alloh haqiqatan uningga yordam qilgan edi. O'z vaqtida kofirlar uni Makkadan haydab chiqargan edi. Uning faqat bir kishi, ya'ni Abu Bakr Siddiq hamroh edi. Aynı zamanda u ikkisi g'orda edi. Rasululloh hamrohiga g'am qilmag'in, Alloh haqiqatan biz bilan billa dedi.
Allah onunğa, yani Peyğəmbərə xatircəmlik bağışladı. Onunğa pəriştilərdən bolğan qoşunlar bilan mədəd bədi. Ularni sizə köymüdünlər. Kafirlarning sözünü, yani şirk kelimesini pes kıldı. Allah'ın sözü, yani kelime tevhid üstündür. Allah galiptir. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. Peygamber aleyhisselamның önkürüge kirip alganlığı hakkındaki kıssası, önkürüge kirip algan yigitlerinin kıssasından katta, şereflik ve hayran kalarlıktır. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Kahf tefsiriden 16. ayetkiçe anladığınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.